Assalomu alaykum. Men Nazirov Temurbek. O'tgan safargi imtihondagi B1 natijamni yangilash maqsadida qayta sifir topshirish uchun shu yerga keldim. Hozir men speaking imtihonim. Imtihondan oldin kayfiyatlarim yaxshi va men o'zim betib olaman deb umid qilyapman. Hozir men sifir imtihonidan chiqdim. Speakingga to'g'ri men bilmagan savollar tushdi, lekin ajoyib g'oyalar keldi. Yaxshi gapirib chiqdim. Endi bu yog'iga natijani kutamiz. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, deymanmi, o'quvchilar, deymanmi, ota-onalar. Demak, mana bu Timur va'dasini ustida turdi. Adashmasam dekabr topshirganda 50 olgan edi va menga va'da bergandi, yozgacha va 2 qilaman deb. Mana o'sha aprel imtihonimizdami, mart imtihonimizda topshirganda necha olding? 54, 5 ta oldim. Men juda ham xursandman. 5-sinf bola, necha yoshdasan? 12 yoshda, ikkinchi urinishida 54 olyapti. Endi menga hali va'da bermadi. Endi men bunga nima desam ekan, talab qo'yapman. Sentyabrda bu yigit topshiradi. Xudo xolasa, nima olamiz? C1. Mana. Tabriklab qo'yamiz. Hop. Ana endi markazimiz tomonidan kichkinagina sovg'amiz bor. Demak, bu olganligi to'g'risida mana asl va bu sovg'amizni olib qo'yamizda. Shu bir ikki og'iz shu opalarga, akalarga bir nimang, tilaging bormi? Bir gaping bormi? Nima desam ekan, chapani shasiga gapirib ketdik. Agar yana kimdir topshirayotgan bo'lsa, omad tilayman. Bu juda ham ajoyib. Xo'p, yana bir marta bu yigitni men chin yurakdan tabriklab qo'yaman va bu ichimizdagi guruhimiz hali 1 yillik bo'lgan guruh emas. Inshaalloh bular sentyabrda imtihonimizga qarab topshiramiz. Mana o'zi bular writing tahlillariga o'tib boshladi. Va bu yerda ikkita guruhga qo'shilib turibdi. O'quvchimiz bugun kelolmaganligi uchun sog' bo'ling, salomat bo'ling.